Sizga bu karnizlarimizni endi nech puldan chiqarib beryapsiz endi aka? Buni 1 metrini 130 ming so'mdan. Kolonnalarimiz ham 130 ming. Ha, mana shu kolonnalarimiz ham 130 ming so'm. Bu yoni necha chiqqan endi buni sizga? Hozir o'zi plastiri bor edi, hozir 12 sm bo'lgan, o'zi 4 sm. Ha, o'zim chiqish 4 sm, undan oldin 12 sm bo'lgan edi. Ha, bor. Ha, bu ajrab chiqqan joylari qanaqa? 1 metr, pagina metrmi bular? Buları o'yinchoq deb hisoblaymiz, buni 1 metr hisoblanadi. Ha, shu turgan holatda 1 metrga hisoblanadi. Turishini ham ko'ravering. Ha, o'zi narxiga arziydigan narsa ekan. Endi bu tarafdagi tuyagalar ham xuddi shunaqa holatda. Hammasi bir xil. Katta-yu kichik hammasi bir xil. Ha, endi katta kichik gaplashilgandan keyin bular ham bir xil ketadi. Endi bular razmerini aytib o'rsangiz, razmer nechaga necha Bu chiqqan? 40 ga 14 sm. Ha, devordan chiqishi 14. Ha, 14. Ha, eni 14 sm. O'zbekiston bo'yicha mana shu narxga borib bitkazib beraverasiz. Bu O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqasizlar. Eshitib o'zingizlar bitta qirralarini, turishlarini ham bitta ishga albatta bitta like bosib, O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqasizlar. Hali betlarida pardozlari bo'lgani yo'q. Endi qilinyapti. Tepadan pastga qarab tushirib